Assalomu alaykum. Kurerlarimiz uchun komfort bo'lgan, ya'ni ko'plab qulaylikka ega bo'lgan Monster elektro velosipedimiz. Buni qisqacha tanishtirib o'taman. Xo'p, komforti nimada? Komforti birinchi navbatda bagajnik, bagajdan deyishadi. Mana bagajligimizning qulaylik tarafi, bunda mana bemalol terma sumkani qo'yib, sumkani ushlaydi o'zi. Mana bo'sh turmaydi, mahkam ushlaydi, haydaganda tushib ketmaydi. Ya'ni orqaga osish shart emas, og'ir ko'tarish. Buni yoz kelyapti, mana orqaga osganda terlashni boshlaydi. Bu holatda mana qo'yib olib turib bemalol mazza qilib haydaysizlar, xudo xolasa. Hop, bu yoqda mana ikkinchi akkumulyatorda qo'yish uchun joyi bor. Bemalol bu qulflanadi, tagiga akkumulyator. Hech qayerdaga masalan kalt olib qo'ysalaring bo'ldi. Hech kim bu akkumulyatorni ham, narigisini ham olib ketolmaydi. Ikkita akkumulyator bilan haydaydiganlar uchun yana bitta komforti bu. Hop, agar xohlaganlarga buni yana bitta akkumulyator bilan haydaydiganlarga mana bu temirni olib berishimiz mumkin. Buni o'zi tepani o'zi bo'ladi. Bunda kurerlarimizdan juda ko'pchiligi pitsa toshish uchun, shunga o'xshash to'kilmaydigan, tepa pastlikda suv yetmaydigan mahsulotlarga ancha qulayligini aytib o'tdi hammasi. Ko'rishlaring mumkin. Bundan tashqari velosipedimizda yana bir qulayligi zaryad o'zi beradi. Powerbank umuman kerak emas bu Monster'imizga. Bundan tashqari tezligi 50 kilometrgacha chiqadi. Yuk bilan, ya'ni yuksiz holatda emas, yuk bilan 50 kilometrgacha bemalol tezlasha oladi. Hozir mana skuterga ham hozir prava shart emas, bunga umuman shart emas. Bu mana pedali ham bor. Mabodo zaryadi o'chadi deganlar uchun. Ya'ni pedalda haydab bo'lmaydi. Ya'ni pedalda dastlabki qilib bo'lmaydi. Mabodo akkumulyator o'chib qolsa, zaryad qilib oladigan joyga yetish uchun bemalol qulaylik bu ham. Hop, bundan tashqari Toshkent yo'llariga mana unday kelsalaring o'zi mana shu yerda o'zida ham to'satdan yo'q. Ya'ni pastga tushadigan joy yo'q. Sakrab tushish kerak bo'ladi. Mana shunaqa joylardan mabodo sakrab qolsalaring, mana bu amortizatori ancha qo'l keladi. Mana. O'rindig'i juda ham yumshoq. Oddiy velosipedda qiynalib zerikkanlar uchun ancha komfort velosiped. Hop, ko'pchilikni qiziqtiradi. Bu modelda qancha topish mumkin? Ya'ni bu Monster velosiped bilan. Hop, bizda hozir juda ko'p kurerlarimiz dastavkaga chiqqan. Hozir sezon, mana ko'rib turibsizlar. Mana o'sha skuterda ham ketdi. Tezligi mashq holatidan qolishmaydi. Bu Monster velosipedimizdagi skuterda, mana skuter bilan ham solishtirib aytib o'taman. Skuterda ozgina rasxoti bor. 60-70 ming kuniga rasxot qilasiz. 150 kilometr yurish uchun, ya'ni 180 shunaqa atrofida. Bu Monster velosipedimizda 100 kilometrgacha bemalol yura oladi. Ikkita akkumulyator qo'ysangiz 100 kilometr bittada zaryad bilan urishingiz mumkin. Bundan tashqari 2 marta almashtirib zaryad qilsangiz ham bo'ladi. Bu holatda 150 kilometrgacha bemalol haydashingiz mumkin. Endi savol tug'iladi. Skuter yaxshimi yoki elektro velosiped? Skuterni sotib olishingizga ham $1000 rasxot ketadi. Emas, balki 7-8 millionga ham topsangiz bo'lar. Lekin kuniga 60-70 ming rasxot bor. Bu velosipedimizda bo'lsa, kuniga agar bir oyga oladigan bo'lsangiz bitta bilan 40 ming so'mdan tushadi, bitta akkumulyator bilan. Ikkita bilan 56 ming so'mdan tushadi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Ham sotib olib rasxot qilasiz, ham kuniga rasxot qilasiz. Skuterning rasxotini o'rniga buni bemalol ijaraga olib turib haydashingiz mumkin bo'ladi. Mana orqa tarafidan ham ko'rishlaringiz mumkin. Chiroqlari. Bundan tashqari pоворotniklari ham bunda oldida ham bor.
Aha. Kimga agar kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu modeldagi elektrovelosipedimizni nomer ham qoldiramiz. Bemalol Rent Marketdan olishlari mumkin.